Assalomu alaykum do'stlar. Agar sizlarga hamma muammo, hamma og'dar to'ntar o'zlaringda miyalaringda desam ishonasizlarmi? Bugun mana 9-may, Sankt-Peterburg, Rossiya. Mana qayerdadir hozir parad ketyapti, qayerdadir nima. Ular shosha-pisha ishlagani keldi mana. Tars to'xtatdi. O'zi ketyapti. Yarim soat bo'ldi yo'qmi? Xullas, hammani hayoti har xilda. Kimdir Rossiyaga dronlar tushyapti deydi, kimdir o'zbeklar qo'ymayapti deydi, o'zbek tojiklarni qo'ymayapti deydi, kimdir yana migrantlarga qarshi deydi. Yo'q, hamma o'zi bilan o'zi ovora, birov bilan birovda ishi yo'q. Bularga pul kerak. To'xtatyapti. Aksariyat shu eski mashinalar to'xtatyapti, bilmayman sababi nima. Biznikilar spokойно ishlayapti. Endi hammaning o'zining rizqi bor, umrini, mazmuni bor deganda. Shuning uchun bu internetga kirsa odam bir stressga tushib qoladi. Hayot davom etyapti. Odamlar ishtiyoqi baland. E'tibor qilmaymiz, uncha-munchasini yelkanaga ortib olamiz.